Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlariga $10,000 beriladi. To'g'ri eshitdingiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev kecha Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonni imzoladi va unga ko'ra, yuqorida aytib o'tganimdek, urush qatnashchilari va nogironlarining har biriga $10,000 miqdorida, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga tenglashtirilgan shaxslarning har biriga 25 million so'm miqdorida va urush davrida mehnat frontida xizmat qilgan shaxslarning har biriga 3 million so'm miqdoridagi bir martalik pul mukofotlari taqdim etiladi va bu bilan O'zbekiston Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari orasida urush qatnashchilarini rag'batlantirish bo'yicha eng katta pul mukofoti beradigan mamlakatga aylanadi. Bu videoni Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga yubora olmaysiz, ammo tanishlaringiz orasida ularning chevaralari, evaralari bo'lsa, ularga yuborib qo'yishingiz mumkin. Ko'rib, eshitib xursand bo'lishadi.